Yaxshimi? Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Sizni ichimizda konsertlar bo'lmasa. Asvetimiz o'chib qoldi. Shundan qilyapman. Keling. Men yaxshiman, xudoga shukr. Charchaman. Mana bitta videoman. Ha. Siz berib qo'ying. O'tib olavering. Yo'q, xotirjam. Xotira yuzingizni to'sib olamiz. Hech anaqasi yo'q. Sizning uyingizni hech kim ko'rmaydi. Assalomu. Yetib oldingizmi? Yaxshimi? Ahvollaringiz yaxshimi? Tuzimisiz? Zo'rmisiz? Xudoga shukr. Qora qalpoqni Chimboydan keldilarmi? Nukusdan. Ha, Nukusdan. O'zi Bakkacha 300 kilometr. U yog'i yana bir 300 bo'lsa kerak. 300 250 bo'lsa kerak. 250 300. Qayerdan ko'rib kelyapsizlar? Internetdan. Internet shu bolalarni ko'rib kelyapsizlar. Shu bolalarga minnatdorchiligingizni Ha, bildirsangiz. judayam rahmat. Baraka toping. Tanjaringiz sog' bo'lsin. Nima muammo bilan keldi o'zi boshida? Ko'krakdan aroq bo'lganmi? Ha. Natija bo'ldimi? Xudo xolasa zo'rmi? Xursandmisiz? Endi bizga qiziqki biz atelier o'rgangani keldik. Atelier Farg'onada mana shu Yuluzabama konsultatsiyasi bor ekan. O'rganishda qanaqa bo'ladi va bir o'zimiz guvoh bo'laylik degan maqsadda kelganmiz. Sonra ishidan to'g'ri kirib kelishingizga olishni boshladik. Siz bilan gaplashganimiz yo'q, to'g'rimi? Endi ko'rish turibmiz. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Ajoyib. Yaxshimi? Zo'r. Behisob. Xursandmisiz opamdan? Judayam. Natija asosiysi bor. Mashalloh deyman. Xudoga shukrman. Yaxshiman. Hayloyim ko'z tegmasin. Hozir butkul yo'qolib ketdimi? Yo'q, endi Qisqardi. 70% yo'qoldi. Yo'qoldi. Hayloyim zo'r. Tibbiy tomondan ko'krak bezlaridan saraton bo'yicha olinganlar 3-bosqichida kelganlar rosa ruhiy tushkunlik bilan yig'lab kelganmiz. Men endi o'ylamanmi, mashtardga chalinibman deb rosa yig'lagandingiz. Eslaysam menga yordam bering, iltimos deb. Mana hozirgi holatlari natijalari Keyin oxirgi umidim sizdan deb kelganman. Mas o'zingizda ixlos bor ekanda, mana Alloh suygan bandalariga beradi-da, dardda ham, shifoda ham. Mana siz suygan bandasiga ham birozda natija olibsiz. Xudo xolasa, nechinchi kurs bu? 3-kurs. Boshlamoqchisiz yo tugatdingiz? Boshlamoqchiman. Boshlamoqchisiz. Fashi 4-kurs chunki 2 kursni olib ketganman-da. 2 oy kelmadim bu yerga. Lekin dorilarning hammasini olib ketganman. Lekin yaxshiman, Xudoga shukrman. Hozir ancha yaxshiman. Hozir 70% yo'qoldi deyaptilar hozir. Og'rimaydi. Og'rimayapti. Tarvuz bilan qovun yedim, og'rimadi. Parhez qo'ydingiz. Buzib ham qo'ydim. Haqiqatan ham og'rimadi. Haylo. Agar tarvuz ila qovun yesam, ko'kragim shishib ketardi. Yig'lardim, og'riq berardi. Juda ham qattiq og'riq berardi. Hozir yaxshiman. Haylo, ko'z tegmasin. Biz shuni ko'rishga keldik-da, mana guvohi bo'lyapmiz. Iloyim, mana 3-kurs boshlabsiz ekansiz. Bundan ham zo'rab ketdimmi? Yo'qolib ketsa. Haqiqatda mana shu tabobat yo'nalishida shu kasallikka qarash, davolash imkoni bormikin deb turib, bular haqiqatda syomkani jonli ko'rishga uchun keldi. Shuning uchun borini qanaqa rezultat olgan bo'lsangiz, natija qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'zingizlardan eshitgani kelishdi, borini aytaylik. Ha, biopsiya olganman. Rak deb natija chiqqan. Keyin уже men bu yoqqa keldim. Xudoga behisob shukrman, men yaxshiman. Sizni muammoyingizda yurgan ayollarimiz bor-ku, ularda ham bordi. Ko'pchiligida joy topolmayotgan, qayerdan davo topolmayotgan, misol bilmasdan yurganlar bor. Kelsa bo'lar ekanmi? Kesinlar, biopsiya oldirmasdan kelsin. To'g'risi. Bemalol tavsiya qilaverasiz. Oldirmasdan kelishsin. Tezroq sog'ayib ketar ekan. Men bu ko'kragimdan biopsiya olganida shu qattiq ketmayapti. Bu ko'kragimda o'sha yo'q bo'lib ketdi. Chunki nimani parhezda buzaman-ku. Bu yoq og'rimayapti-da, bu yoq chut-chut men borman deb tiq-tiq qilyapti-da. Eslatib qo'yapti. Lekin yaxshiman. Haylo, shifo beradigan rozi bo'lsin. Hurmatli ayollar, agarda shunaqa muammo bo'lsa, mana 70% ga Xudo xolasa natijamiz zo'r. Yulxona namozlari uni eshitdinglar. Xudo xolasa sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, ekranga nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, muammolarni aytsanglar, manzilni berishadi, adresini tashlab berishadi. Kelib shunaqa opamga o'xshab xursandchiliklarni izhor etib ketaverasizlar, to'g'rimi? Salomat bo'lasizlar, like bosib qo'yasizlar, tuzalib ketganlaring. Charchamanglar.